Kelajak soati loyihasi doirasidagi navbatdagi darsimiz mavzusi milliy o'zligimiz ildizlari. Mustaqilligimizdan keyin o'tgan 25 yil ichida o'zimizni tariximizni qayta ko'rib chiqdik. Turli qo'lyozmalardan, turli manbalardan o'rganib, bugun haqiqiy o'zimizni xolis tariximizni yaratdik. Ular o'z xalqini taraqqiyot sari boshlagan jadid bobolarimiz, milliy ozodlik yo'lidagi jon fido etgan ulug' ajdodlarimizdir. Milliy o'zlikni anglash bu har bir insonning o'zi, kelib chiqishi, tarixi, umuman olganda o'zini kim ekanligini anglash. Biz kimlarning avlodimiz? Qanday buyuk olimlarning avlodimiz? Bu savolga o'zimizga javob topa olishimiz kerak. Men tarixchi olim sifatida, arxeolog sifatida xalqimizning tarixini juda chuqur o'rgandim. Odamzodni paydo bo'lishidan hozirgi kunga qadar bo'lgan butun jarayonlarni ko'zdan kechirdim. Milliy o'zlikni anglashni yana bir tayanch tushunchalardan biri bu tilimiz bilan bog'liq. Ona tilimiz bilan bog'liq. Do'stlar, buni qarang, mana bu freskada yurtimiz javohirlari, Buxoro, Xiva va Samarqand tasvirini ko'rishimiz mumkin. Bugun o'zingizga xulosa qilgan bo'lsangiz, foydali fikrlarni eshitgan bo'lsangiz, biz o'zimizni darsimiz foydali bo'ldi deb hisoblaymiz.